Nilufar bilan yonma-yon turib, o'z ishini ustasi bo'lib, tinmasdan hamma qiziga davay deb tindirib yeydigan inson. Bu qizni ovozini eshitmasdan iloji yo'q. Bu jim bo'lib qolsa ham kayfiyat bo'lmaydi insonlarda. Nafaqat qizlarga, balki patsientlarga ham shifo ulashadigan va tabassum ulashadigan va kayfiyat ulashadigan qizimiz. Fidoyi, o'z ustida ishlaydigan, o'qishlarni yaxshi ko'radigan. Eng kuchli mutaxassisimiz deb aytaman bugungi kunda. Молодец Banu. Omadingiz bersin. Xursandmiz siz bilan ishlayotganimizdan. O'zingiz ehtiyot qiling. Bu qizimizning kayfiyati, yuzidagi tabassumi klinikamizga kirib kelgan har bitta patsientga albatta ta'sir qilmay iloji yo'q. Ota-onalarga tarbiyalari uchun rahmat deb aytamiz. Tabrikli va vaziyat qaytlar yaxshi. Kayfiyati deb, aurasi deb, ozodaligi, pokligi, tozaligi deb aytamiz. Gullari, mehri, muhabbati bilan o'zining hissasini qo'shadigan qizimiz. Yaxshi ham bor. Qaytlaringiz bor bo'lsin. Aytganingiz. Eng sodiq xodim. Boshidan boshlangan sodiqligi hozirgi kungacha sodiqligini isbotlab keladigan eng sodiq va yangi g'oyalari bilan rivojlanishimizda hissini qo'shib kelayotgan qizimiz. Bu qiz bor ekan, biz hammamiz bitta bo'lib bir maqsad sari qadam qo'ya olamiz. Bu qiz bor ekan, tashqaridan kelgan tekshiruvlar bizdan ayb topa olmaydi. Nimaga? Chunki u hammadan oldin kamchiliklarni aniqlab, ularni bizga tushuntirib, to'g'ri yo'naltirib, bartaraf qila oladi va bu eng kuchli nazoratchi deb aytamiz bugungi kunda. Tabriklar. Jamoamizning yuragi, jamoamizning bahori. Chunki bu ishlamasa hammamiz jim bo'lib qolamiz. Bahoridir. Chunki haqiqatda bahor. Buni kayfiyat bo'lmasa butun klinikaga. Bu mutaxassisimizni eski olganda nafaqat yaxshi mutaxassis, balki yaxshi kelin deb duo olgan, oila a'zolari tomonidan e'tirof etilgan va ish joyida ham o'z kasbi bo'yicha yutuqlarga erisha olgan, Oy masteri nominatsiyasi bo'yicha g'olib bo'la olgan mutaxassisimiz. Tabriklayman Malika. Nafaqat yaxshi ona, balki eng yaxshi HR deb aytaman. Bemalol vaqt kelganda talabchan, vaqt kelganda eng mehribon insonga aylana oladigan Nargiza. Eng samimiy, eng javobgarlik his qiladigan va Shirotda u kelgandan keyin yetarli darajada natijalar juda ham zo'r chiqayotgan, indam yuradigan, lekin ishini juda puxta, toza qiladigan Zulxumor, hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon oylarini mana shunaqa go'zal o'tkazib, hayit ayyomiga yetkazganiga shukr va nafaqat bizning jamoamizni, barcha o'zbek xalqimizni hayit ayyomi bilan tabriklaymiz.